Yedim. Mana yedim. Endi menga. Yaxshilar. Men karis qaynam haqida video qilgandim. Hozir internetga kirsam faqat yomonlashdi, meni so'kishibdi. Yo'q, unaqa qilmanglar. Shu qilganinglarga hozir sizlarga karis qaynatam haqida gapirib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh, karis qaynatam. Bismillah. Karis qaynamni ikkinchi yeri bo'ladi. Qara shunga aytdimki, xotiningizni bankda 350 ming dollar puli bor dedim. Shuni qanaqa qilib olsangiz bo'ladi desam, bu ham shartdi. Qanaqa olsangiz bo'ladi, qanaqadan bor ekan puli deb men aytdim. Siz dedim, ikkinchi yerisiz dedim, uni birinchi yerdan katta pul qolgan dedim. O'sha pulni sizdan bekitgan birim desam, yo'q dedim, dedim. Qo'lim. Shuncha yashab bilmaganman dotda menga. Bilmaysan deb chumma bo'lgandan keyin dedim. Qanaqa olsangiz bo'lar ekan dotda menga уже. Men unga qanaqa olsangiz bo'lar ekan deyish o'rniga u menga qanaqa olsangiz bo'lar ekan dotda deb. Keyin bo'lar yo'li bor dedim, amal etsa bo'ladi dedim. Qanaqa deydi? Menga dedim, karis qaynsinglimni ham ko'ndirish kerak faqat dedim. Nimaga deydi? 3 ta bo'lsak osonroq bo'ladi, ko'ndirish osonroq bo'ladi dedim. Qanaqa ko'ndiramiz qizimni deydi. Ko'ndirsa bo'ladi dedim. Xullas Koreyada bizning o'zim somsalarni oshdan topish qiyin, shuning uchun zakaz somsa. Bismillah. Yaxshi. Qizimni ko'ndirish kerak dedi. Men ko'ndirib beraman dedim. Faqat dedim, sharti bor dedim. Pulni 3 ga bo'lamiz dedim. 100 ming dollardan bo'lishamiz dedim. Qazam, sekin fikri aynayapti uni. 50 ming dollar ko'ngil deydi. Yedim. Mana yedim. 50 mingga. 100 ming dollar bo'lsa dedim, bu ishni qilsa bo'ladi dedim. Norin. 100 ming dollar. Kichkina pul emas. Nima deb o'ylaysizlar? Nima qilsak bo'ladi? Kommentariyga yozinglar, nima qilsak bo'ladi? 100 ming dollar pul bo'lganda nima qilardingiz? Shu savolni o'zingizga ham berib ko'ring. Kechasi uyqu yo'q, pulni o'ylab, uyqu yo'q. Qara odamga pul nima kerak bor, to'g'rimi? Erta ketadi. Nima deb o'ylaysizlar? Men rahim shafqat qilib unga ham bir 50 ming dollar qoldiramiz. Ja, noinsof emasmiz, buning haqqi kerak emas bizga ham. Shuncha yil halol yashadik, borgan halol yashamoqchimiz. Birovni bir sim puli kerak emas. Birovning haqqi ham kerak emas. Endi ma'lum maza narsa-da ya. Buni bilgan biladi. Anchadan beri bunaqa narsalar yemaymiz. Chunki Koreyada juda ham qiyin bilan topish. Qaranglar. O'rib pishibdi. Xullas kalom. Fikrlarni kommentariyada kutaman. Keyingi video karis qaynsinglim haqida bo'ladi. Hammadan kommentni kutaman.